Yana shu narsani ta'kidlab o'tishda joiz deb bildim. Mana shu joylar ozgina uyoqdan kelganimizda, Sputnikdan kelganimizda shu posilka degan joyimizda aholi yashash punkti. Mana shu oralig'ida joy qolib ketganda mana shu joylarda ham iloji bo'lsa shu yurishga aholini sharoit qilib berishsa yaxshi bo'lardi. Mana shu joylar qolib ketibdi. Iloji bo'lsa shu hokim bobomizga iltimos qilgan bo'lardim. Ular boshchiligidagi barcha rahbarlarga mana shu joylardan obod qilib aholi yuradigan joy, yuguradigan, sog'lom turmush qiladigan odam ertalab ko'p kelgan ekan. Mana shu joylardan iloji bo'lsa qilib berishsa yaxshi bo'lardi. Mana shunaqa joylarda yugurib yurganimizda xavfli, odam hayotiga xavfli joylarda peshxod joylar bo'lsa yuradigan alohida. Mana shu joyda bemalol yursangiz xavotir olmaysiz. Bo'lmasa orqangizga qarab qo'yaverasiz mana shunday. Bir ko'zingiz orqangizda bo'lishi kerak. Gaplarimizni inobatga olib hokim bobomiz shu narsani yo'lga qo'ysalar, bersalar mingdan ming rahmat aytardim. Xudoga shukr. Hozir ham yomon bo'lmayapti bekotimiz. Ancha gullab yashnab obod bo'lyapti. O'zgarishlar katta.